Bozorda hozir eng qimmat mashina qaysi biri? Malibu Premier 2. Ha. Mana sizlarga 22-yil ishlab chiqarilgan, texpasport 23 mayda turibdi. 8000 probeglar bilan kraskalar top-toza, o'sha aytganimdek Premier Malibu 39000 so'rashyapti akamiz. Nomer esa mashta, yengisi ham bor, $45000. Oladiganlar bo'lsa telefon qo'yasizlar, bemalol. Yana bitta Premier 2022-yil ishlab chiqarilgan 32000 probeglar bilan kraskalari hamma yog'i top-toza 31000 taqalgani. Bir oy oldin shu mashina 27000 turardi. Ha. Yesicho mamni ham nomer mashita, telefon qo'yasizlar. Ha, aytgancha. Men bu ham bor, u ham 22-yil. Mana shu Kalenka dazgida pitnosi bor, bu ham 30000 probegi bilan, u ham 31000 taqalgani. Ikkalasining ham nomer mashita. Yana bitta Premier 21-yil 62000 probeglar bilan shumkasi bor, zona riska plyonкасы bor. Mana shu parokdazgina kraskasi bor. Lekin narxi nima dedingiz? 25,5. 25,5 ming